Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi doimiy komissiyalarining navbatdagi yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Unda viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish, ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash kabi muhim masalalar atroflicha muhokama qilindi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Xalq deputatlari Namangan viloyati doimiy komissiyalarining navbatdagi yig'ilishlarida doimiy komissiyalar a'zolari, deputatlik rahbarlari ishtirok etdilar. Yig'ilishda 7 ta masala ko'rib chiqildi. Jumladan mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida Savdo-sanoat palatasi viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yil va 2026-yil birinchi choragi davomida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar, viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish, byudjet xarajatlari samaradorligi ustidan tizimli nazorat o'rnatish hamda oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish kabi masalalar muhokama etildi. Misol uchun birgina O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan kelgusi yillarda 8 ta tez yurar elektropoyezd xarid qilish loyiha konsepsiyasi ko'rib chiqildi. Unda Toshkent-Andijon yo'nalishidagi mavjud qatnov sifatini yaxshilash 2029-yilga borib, yo'lovchi tashish ko'rsatkichi taxminan 840,4 millionga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, 2026-yilda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini kafolatli yetkazib berish va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi ham deputatlar ishtirokida muhokama qilinib, bu borada fikr-mulohazalar bildirildi. Mazkur yig'ilishda 6 ta masala ko'rib chiqildi. Shu masalalar ichida asosan mahalliy byudjetni qoldiq qismini sarflanishi, 2026-yil mahalliy byudjet daromadlar qismini orttirilgan 24 milliard so'mni taqsimoti hisobotini eshitdik. Daromadlar rejasini orttirilgan qismi mablag'lari asosan ijtimoiy sohaga, zaruriy infratuzilmalarni qurishga, joylashtirishga sarflanishi ta'kidlandi. Amaliyotda ko'ryapmiz, ayrim qurilish idoralari tomonidan qurib bitkazilgan binolarni 1 yil yoki 2 yilda qayta ta'mirlashga tushayotganligi hammamizni, ayniqsa aholini ham jiddiy e'tirozga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun doimiy komissiya biz bu masalaga atroflicha batafsil to'xtaldik. Shunday masalalardan yana biri ko'rib chiqildi. Bu Savdo-sanoat palatasining dasturlari eshitildi. Fan, ta'lim, sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida Ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari 2024-yilning 4 oyi davomida amalga oshirilgan ishlari va kelgusidagi vazifalar to'g'risida ma'lumot berdi. Ta'kidlangandek, joriy yilning yanvar-aprel oylarida 2419 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar protez ortopediya moslamalari bilan ta'minlangan. Shundan 1655 nafariga reabilitatsiya qilishning texnik vositalari hamda 764 nafariga protez ortopediya moslamalari berilgani aytib o'tildi. O'zgalar parvarishiga muhtoj 2706 nafar shaxs reyestrga kiritilgan. Ularning 892 nafari ambulator va 394 nafari statsionar ravishda davolanganligi ta'kidlandi. Yig'ilish muhokamasi kun tartibiga, demak, Ijtimoiy himoya milliy agentligi Namangan viloyat boshqarmasi tizimidagi bir chorak davomidagi amalga oshirilgan ishlarimizni muhokama sifatida qo'yilgandi kun tartibiga va muhokama davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborotlar, tahlillar taqdim etildi. Tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunda viloyatimizda 754 ta mahallada 752 nafar ijtimoiy xodimlar tomonidan 172 mingdan ziyod ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi toifalarga 120 xilga yaqin ijtimoiy xizmatlar bevosita tizim tashkiloti tomonidan fuqaroga ko'rsatib kelinmoqda. Bugungi kunda viloyatimizda 86 mingdan ziyod nogironligi bo'lgan shaxslarimizga turli xizmatlar, bandligi ta'minlanishi, protez ortopediya vositalari bilan ta'minlanishi bo'yicha aniq raqamlar va tahlillarni taqdim etdik. Agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida viloyat qishloq xo'jaligi yer maydonlarida suv ta'minotini yaxshilash, yangidan o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritishga mo'ljallangan dastur ham muhokama etildi. Shu kuni yig'ilish yakunida xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining doimiy komissiyalarining tegishli qarorlari qabul qilindi va navbatdagi sessiya kun tartibiga kiritiladigan har bir masala yuzasidan xulosalar tayyorlandi.